5-6 yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik vaqtida ota-onalari nimalarga e'tibor berishi kerak? Birinchisi, maktabga bo'lgan motivatsiya. Bunda ota-ona bolani majburlamasligi kerak, aksincha maktabga bo'lgan qiziqishini orttirish kerak. Ikkinchisi, psixologik tayyorgarlik. Bunda ota-ona maktabni qo'rqinchli joy sifatida emas, qiziqarli joy sifatida tasvirlab, unga ko'proq shu tomonlarni gapirib berish kerak bo'ladi. Uchinchisi, nutq va muloqot ko'nikmalari. Bunda ota-ona bolaning so'z boyligini oshirishga, ko'proq yaxshi to'g'ri gapirishiga alohida e'tibor berish kerak. To'rtinchisi, aqliy tayyorgarlik. Bunda bola ranglar, raqamlar, shakllar kabi asosiy tushunchalarni bilishiga ota-ona alohida e'tibor berish kerak. Va oxirgi 5-inchisi, jismoniy tayyorgarlik. Bunda bola qalamni to'g'ri ushlashi, chizishi, ranglarni to'g'ri farqlay olishi, yopishtirishi, qirqishi kabi mayda motorikalarni bilishiga ota-onalar alohida e'tibor berish kerak. Bundan tashqari bola darsda o'tirish ko'nikmasi, yugurish, sakrash kabi jismoniy mashqlarni bilsa, maktab davrida ushbu bolajon umuman qiynalmasdan o'rganib ketadi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni bilib borish uchun sahifamga obuna bo'ling.